o'tgan narsa erkin tushayotgan jismni o'tganligiga jismlar erkin tushayotganda hamma jism bir xil tezlanish bilan, ya'ni yer sirti yaqinida bir xil tezlanish bilan harakatlanadi. Bu tezlanishning nomini erkin tushish tezlanishi dedik. Nimaga teng edi bu? 981. Xo'p, J 9.81 metr taqsim sekund kvadrat yoki masala ishlayotganimizda masalada alohida 9.81 deb bermagan bo'lsa, unda 10 metr taqsim sekund kvadrat deb olishimiz mumkin-da, hisoblashni osonlashtirish uchun. Endi bugungi mavzuyimiz yuqoriga tik otilgan jismning harakati. Xo'p, jismlar yuqoriga otilgan bo'lsa, ular qanday harakatlanadi? O'ylab ko'ring-chi. Sekinlanuvchi. Qanday sekinlashadi? Har sekundda bir xil qiymatga tezligi kamayib boraveradi. O'sha har sekundda tezligini kamayishini mana bu erkin tezlanishi ko'rsatib beradi sizga. Demak, qarang, yer sirtidan ixtiyoriy jismni misol uchun aytaylik, V0 40 metr taqsim sekund tezligi bilan o'tadigan bo'lsa, 1 sekunddan keyin buni tezligi nechaga teng bo'ladi? Gapiring, nechaga? 30 ga teng bo'ladi, chunki har sekundda 10 ga kamayib boraveradi. V1 30 metr taqsim sekund. Yana 1 sekund o'tgandan keyin 20. V2 20 metr taqsim sekund. Yana 1 sekund o'tgandan keyingi tezligi V3 10 metr taqsim sekund. 10 metr taqsim sekundga teng bo'ladi va yana 1 sekund o'tgandan keyingi tezligi V4 0. Demak, jism nima qildi bu joyda? To'xtadi. To'xtagandan keyin qolib ketganimi shu pastga tushadi. E'tibor bering. Pastga qaytayotganda xuddi erkin tushayotgan jism bilan bir xil tushadi bu jism. Tushundingmi? Endi pastga tushayotganda tezligi nima qiladi? Har sekundda 10 metr taqsim sekundga ortib boradi. Mana dastlab birinchi qaragan paytimizda V0 deylik, 0 ga tengida 1 sekund o'tgandan keyin bu joyga kelyapti. 10 metr. Tezligi V1 10 metr taqsim sekund. Yana 1 sekund o'tgandan keyingi tezligi V2 nimaga teng? 20 metr taqsim sekund. Har sekundda 10 qo'shilib boraversa, demak 20 metr taqsim sekund. Yana 1 sekunddan keyingi tezligi V3 30 metr taqsim sekund va yana 1 sekunddan keyingi tezligi nimaga teng? V4 40 metr taqsim sekund. Demak, havosiz bo'shliqda, ya'ni havoni qarshiligini hisobga olmaganimizda yuqoriga qanday tezlikda otgan bo'lsak, o'shanday tezlikda nima qiladi jism? Qaytib tushadi. Va ixtiyoriy balandlikni olib qaraydigan bo'lsak, shu balandlikdan yuqoriga o'tib ketayotganda tezligi necha bo'lsa, qaytib tushayotganda ham tezligi shunga teng bo'ladi. Tushundingmi? Endi tezlikni tenglamasini yozamiz. V0 sekinlanuvchi harakatdan minus at bo'lishi kerakmi? Bizda tezlanishimiz nimaga teng? J ga teng. Shuning uchun V0 minus J teng. Tushunarli ma'no formulamiz? Endi qachondir mana tezlik manfiy bo'lib qolishi mumkinmi? Mumkin. Qachonki jism pastga harakatlanayotganda siz t ni o'rniga qiymatini qo'yib hisoblaganingizda manfiy tezlik kelib chiqadi. Chunki biz yuqoriga harakatdagi tezlikda musbat bo'ldik, pastga yo'nalgani o'z-o'zidan manfiy. Tushunarlimi? Sizga yana savol bersak, jismning ko'tarilish balandligini toping desa, yana bitta gap. V0 0 ga teng bo'lishi mumkinmi bunda? Yo'q. Bundan oldingisida, ya'ni erkin tushayotgan jismda V0 0 bo'lishi mumkin-da. Bunda V0 0 bo'lmaydi. Nimagaki uni qandaydir tezlik bilan otish kerak yuqoriga. Endi sizdan jismning ko'tarilish vaqtini toping deb savol beryapti. Jismning ko'tarilish vaqti. Jism eng yuqoriga ko'tarilganda tezligi nimaga teng bo'lyapti? 0 ga teng bo'lyapti. Demak, mana V ni o'rniga shu 0 ni olib kelib qo'yib, t ni topsangiz bu ko'tarilish vaqti bo'ladimi? Ya'ni ko'tarilguncha yoki tezligi 0 ga teng bo'lguncha ketgan vaqt. Buni topib ko'rsak, t V0 taqsim J ga teng bo'ladi. Tushundingmi formulani? Misol uchun 40 metr sekund tezligi bilan otilgan jism necha sekund davomida ko'tariladi deyapti. 40 da nima qilasiz? J ga bo'lib qo'yasiz. Ya'ni 4 sekund ko'tariladi. Yoki hisoblab chiqing.
1 sekund, 1 sekund, 1 sekund, 1 sekund. Demak, 4 sekundda uni tezligi 0 bo'ldimi, undan u yog'iga yurmaydi, orqaga qaytadi. Endi jismni uchish vaqti deydigan bo'lsa, bu ko'tarilish vaqti edi. Uchish vaqti nimaga teng bo'ladi? ikkita ko'tarilish vaqti degan. Jism necha sekund ko'tarilgan bo'lsa, shuncha sekund tushadi. Jami uchish vaqtimiz ko'tarilish vaqti plus tushish vaqti. Demak, t uchish vaqtimiz ikkita ko'tarilish vaqtiga teng yoki 2 v0 taqsim j deb yozsak bo'ladi. Tushundingmi mana yozgan formulalarimizni? Qaydan kelib chiqyapti? Nima deb o'ylab turib topyapmiz? Ertaga formula esingizdan chiqib qolsa, o'shanday o'ylab turib topsangiz bo'laveradi. Xo'p, endi ko'tarilish balandliklarini topamiz. Eng oson yo'li ko'tarilish balandligini jism yuqoriga harakatlanayotganda tekis sekinlanuvchi harakatlanyapti. Tekis sekinlashayotgan jism yo'lini topish formulalarini bilamizmi biz? Tekis sekinlanuvchi harakatda tekis tezlanuvchi harakat uchun ham, tekis sekinlanuvchi harakat uchun ham bor yo'q 3 dona formula yozganmiz yo'l uchun. Shundan birinchisi, qarang. Birinchi formulamiz. Endi bunda ko'tarilish bo'lganligi uchun, ya'ni balandlik bo'lganligi uchun yo'lni h bilan belgilaymiz. Bu v plus v0 plus v taqsim 2 ko'paytirilgan t. Ikkinchi formulamiz h barobar v0t minus gt kvadrat taqsim 2. Uchinchi formulamiz h barobar v0 kvadrat minus v kvadrat taqsim 2j. Bor yo'g'i balandligini topish uchun shu 3 dona formulamiz bor-da. Endi sizga savol beradigan bo'lsa, maksimal balandligini toping deb savol bersa, unda qanday qilib ishlaymiz? Mana bu joyga yozib qo'yapman-a. H maksimal, ya'ni eng yuqoriga chiqadigan balandligi. Bunda jismning tezligi nimaga teng bo'ladi? Oxirgi eng yuqori nuqtada 0 ga teng bo'ladi. Demak, v teng 0 bo'ladi. Shunda h maksimal birinchi formulamizdan v0 ga 0 qo'ysam nima bo'lib qoladi? v0 t taqsim 2. Ikkinchi formulamizda v qatnashmagan, to'g'rimi? Lekin yuqoriga tik otilgan jism bundan bu yog'iga erkin tushayotgan jism kabi harakatlanadimi? Va yuqoriga qancha vaqtda chiqqan bo'lsa, tushayotgan paytda o'shancha vaqtda nima qiladi? Tushadi. Shuning uchun shu balandlikdan erkin tushayotgan jismni balandligini olib qo'yaveramiz. Ya'ni h maksimal barobar mana yerda v0 o'rniga 0 qo'ya olmaymiz-ku. Lekin gt kvadrat taqsim 2 deb yozsak bo'ladi. Uchinchi formulamiz h maksimal nima bo'ladi endi bu? v0 kvadrat taqsim 2j. v0 kvadrat taqsim 2j. Tushunarli mana yozilgan formulalar. Shu formulalar o'zlaridan ham sizga savol berishi mumkin. Misol uchun sizga jism 80 metr balandlikka ko'tarildi. U qanday tezlikda otilgan desa, mana formuladan v0 ni topa olishimiz kerak. Topsak bo'ladimi? Bu formuladan v0 ni topsam, ildiz ostida 2j h maksimal. Yoki jism 80 metr balandlikka ko'tarildi. U qancha vaqt ko'tarilgan deb savol bersa, bu joydan t ni topsak bo'ladimi? Nima bo'ladi? T barobar ildiz ostida 2j taqsim j. Hop, bu formulalarni hammasini yozib olinglar. Keyin xususiy holatlarini ko'ramiz. Doğru, montaj qilib o'tiribman. Hop, yozib oldikmi? Aha. Endi mana formulalarni bilganingizdan keyin sizga savollari sal o'zgartiradi. Chunki bitta formula bilan ishlanadigan masala berib qo'ysa, bu eng oson daraja bo'lib qoladi. Milliy sertifikatda ham bunaqa savollarga juda past ball beradi. Qarang, beriladigan savollari. Misol uchun, ikkita jism bir xil boshlang'ich tezlik bilan qanchadir vaqt oralatib yuqoriga otildi. Ular
qanday balandlikda uchrashadi yoki necha sekunddan keyin uchrashadi deb sizga savol berishi mumkin. Bu masalani qanday ishlaymiz? V0 tezlik bilan delta t vaqt oralatib otilgan jism bilan siz masalani tasavvur qila olsangiz, masalani ishlash qiyin emas. Bitta jismni yuqoriga otdim V0 tezligi bilan va qanchadir vaqt o'tgandan keyin ikkinchi jismni otyapman. Buni ham qanday tezlik bilan? V0 tezligi bilan. Nima bo'ladi? Birinchi jism yuqoriga chiqib, qaytib tushayotgan paytda ikkinchi jism chiqib ketayotgan bo'ladimi? Va ular mana bu joyda nima qiladi? Uchrashadi. Siz mana shu uchrashguncha ketgan vaqtni nima qilishingiz kerak? Topishingiz kerak. O'ylaysiz, jism yuqoriga chiqib, qaytib tushayotgan bo'lsa, bittasini tezligi mana bu minus v bo'ladi, ikkinchisi yuqoriga chiqib ketayotgan bo'lsa, buni tezligi nima bo'ladi? V bo'ladi. Lekin bir xil balandlikdan o'tayotganda tezliklar bir xil bo'lishini bildingmi? Boshlang'ich tezliklar bir xil bo'lganda, chiqib ketayotganda qanday tezlikda o'tgan bo'lsa, tushib kelayotganda ham xuddi o'shanday tezlikda o'tadi. Va siz minus v ni birinchi jismning tezligini ikkinchi jismning tezligiga tenglab, bular uchrashish vaqtini topishingiz mumkin. Qarang. Birinchi jismning tezligi v0 minus gt formulaga qo'yishimiz kerakmidi? Minus ishora bo'lganligi uchun nima qilaman? Minus v0 minus gt plus bo'lib ketadi. Bunisi barobar. Ikkinchisiga v0 minus j vaqt qanaqa bo'ladi ikkinchisini? Birinchisi otilganidan keyin qanchadir vaqt o'tkazib keyin otildimi? Misol uchun 2 sekund oralatib otildi desa, birinchisi 10 sekund harakatlangan bo'lsa, uchrashguncha ikkinchisi qancha vaqt harakatlanadi? 8 sekund. Tushundingmi? 2 sekunddan keyin otilgan. Shuning uchun buni vaqtini t minus delta t deb yozaman. Endi t emas, bu birinchi jismdan hisoblangan vaqt bo'ladi. Tez borlarni bir tomonga o'tkazishim kerak. J-T1 qavsda ochsam minus J-T1 mi? Bu tomonga o'tganda plus J-T1 barobar bu tomonda V0 mana minus V0 bu tomonga plus bo'lib o'tadigan bo'lsa 2V0 plus J delta T. Endi T1 ni qavsdan tashqariga chiqarib olsam, o'zi qo'ysam 2J-T1 ekan-a. Bundan T1 topadigan bo'lsam 2V0 plus J delta T ni nimaga bo'lib qo'yishim kerak? 2J ga bo'lishim kerak. Alohida bo'lib olishim mumkinmi bularni? T1 ya'ni 2V0 ni alohida 2J ga bo'laman va J delta T ni alohida 2J ga bo'lib, keyin qo'shib qo'ysam ham javob o'zgarmaydimi? Shunda nima bo'lyapti? V0 taqsim J plus delta T taqsim 2. Mana birinchi jismdan hisoblangan vaqt. Ikkinchi jismdan hisoblasak nima bo'ladi? T2 ni toping degan bo'lsa. Ikkinchi jismning vaqti delta T ga kam bo'ladi birinchi jismnikidan. Tushundingmi? Shuning uchun bundan delta T ni ayirib qo'yamiz. Ayirib qo'ysam V0 taqsim J minus delta T taqsim 2 bo'lib qoladi. Tushundingmi? Mana formulalar ikkalami ham birinchi jismdan hisoblangan vaqt va ikkinchi jismdan hisoblangan vaqt. Agar juda sizlarning bunday formulalarni yozgingiz kelmasa, unda fikrlab turib topsangiz ham bo'ladi. Qarang. Jism delta T vaqt oralig'ida 2 sekund vaqt oralig'ida delta T ni yarmida mana bu joygacha ko'tariladi, ya'ni uchrashish joyidan delta T ni yarmida bu joyga ko'tariladi, delta T taqsim 2 va qolgan yarmida bu tomonga tushadi, bu tomoni ham delta T taqsim 2. Chunki ko'tarilish va tushish vaqti bir xil bo'lishi kerakmi? Endi qarang, yuqoriga tortilgan jism qancha vaqtda ko'tarilardi? V0 taqsim J dami? Birinchi jism qo'shimchasiga delta T taqsim 2 vaqtdan harakatlanadi. Tushunarlimi? Ya'ni V0 taqsim J plus delta T taqsim 2. Ikkinchi jism bo'lsa, eng yuqoriga chiqish uchun V0 taqsim J vaqt ketardi. To'g'rimi? Eng yuqoriga chiqishiga bunga delta T taqsim 2 vaqt yetmayapti. Shuning uchun delta T taqsim 2 ikkinchi jismdan ayirib qo'yiladi. Tushundingmi buni? Xo'p, asosiy
formula xususiy holatlarimiz ham shu. Yozib olinglar, keyin masalalarni ko'ramiz. Ya, nima startdi?